Abralov Dostonjon To'lqin o'g'li Samarqand viloyati Payariq tumani Xo'ja Ismoil mahallasida yashovchi fuqaroman. 2023-yildan beri mana shu yerda olgandan beri juda yaxshi, Xudoga shukr, daromadlarimiz yaxshi. Bu yerda men to'g'risi boshida olganimda qo'rqib olgandim. Boshqara olamanmi, qila olamanmi deb, yo'q, mana Xudoga shukr 40 sotik olganman. Agar berilsa yana olmoqchiman, yana ko'paytirmoqchiman, chunki foydasini ko'rdik, juda yaxshi. O'zim va ayolimga 20 sotikdan 40 sotik yer olgandim. Daromadimiz yaxshi. Birinchi yilga daromadim bilan mana shu qilgan xarajatlarimiz chiqib ketdi. Xudo xolasa, mana bundan buyog'iga hamma daromadlarimiz o'zimizga qolyapti. Hozirgi kunga 1 kilosi 17 ming so'm buni. Bir yilda 2 marta ekib olamiz. Bir hosildan 1,5 tonnagacha lobiya olamiz. Mana bizlar hozir ukam bilan kelib dorilarni beryapmiz. Chunki hozir juda hasharotlar ko'payib ketgan. Oldindan bermasak, kasal bo'lgandan keyin uni oldini olish qiyin. Bo'lmasdan oldin dori bersak juda yaxshi bo'ladi. Hozircha Xudoga shukr bo'lgan yo'q, lekin oldini olib mana dorilarni beryapmiz. Abralov Shahriyor. Mana men akamga mana shu yerni olgandan beri har kuni yordam berib, yerlarni sug'orishga, dorilashga har kuni yordam berib, shu yerda akam ikkalamiz ishlab kelmoqdamiz. Prezidentimizga rahmat, mana shunday sharoitlar yaratib berdi yoshlarga, yoshlar agentligiga, hammasiga juda katta rahmat.